Hurmatli do'stlar, bugungi mavzuyimiz azospermiya holatida urug' topilmagan bemorlarda nima choralar ko'rish mumkin va qanaqa davolash yo'llari mavjud, shular haqida gaplashamiz. Demak, urug' topilmagan bemorlarda biz avvalo mikroteza jarayonida gistologik xulosa olamiz. Gistologik xulosaga ko'ra, ya'ni Jonson shkalasi bo'yicha baholanadi. Jonson shkalasi shuni biz ko'rsatadiki, bu bemorda spermatogenez jarayoni qaysi bosqichda to'xtab qolyapti. Demak, spermatogenezda qatnashuvchi qaysi hujayralar mavjud, shular haqida umumiy ma'lumot beradi. Shunga qarab biz bemorlarga tavsiyalar beramiz. Bemorlarga berishimiz mumkin bo'lgan tavsiyalar, agar Jonson ko'rsatkichlari yaxshi holatda bo'lsa, moyaklarni stimulyatsiya, gormonal stimulyatsiyasi yoki PRP amaliyot yoki egzosom amaliyot va shu amaliyotlardan so'ng yana qayta mikroteza amaliyoti qilish taklifi beriladi. Albatta, bir marta mikroteza amaliyotida urug' chiqmasa, qayta yana urug' chiqmaydi degan xulosa qilinmaydi. Ilmiy tadqiqotlarga ko'ra, ikkinchi marta mikroteza amaliyotida urug' topish ehtimoli 20-30% tashkil qiladi. Birinchisida bo'lsa 60-65% tashkil qiladi. Shuning uchun hech qachon birinchi marta operatsiyadan so'ng urug' chiqmasa, tushkunlikka tushmang, xulosa qilishga shoshilmang, to'g'ri mutaxassisga murojaat qiling. Sizga demak barcha tekshiruvlaringizga qarab to'g'ri ko'rsatmalar beriladi va yordam beriladi. Sizda qanaqadir muammolar bo'lsa, beyushtlik bo'lsa, uzoq yillik farzandsizlik muammosi qiynayotgan bo'lsa, bizga murojaat qilinglar. Xudo xolasa barcha yechimlarni qilib beramiz.